bugun o'zgacha mehmon bizda Ulug'bek aka Toshmatov. Yana bir bor mikrofon olasiz Ulug'bek aka. Bizda ham bir kayfiyatli inson ekansiz. Energiya berib qo'ldan kelgancha-da. Ha, sog' bo'ling. Yo'lda charchamabsizlar? Yo'q, charchaganimiz yo'q. Shukur aka bilan ko'rishaman. Uxlaganim yo'q. Insonni ko'rishamanda uxlaganim yo'q. Sog' bo'ling. Juda ham bir ko'rishaman. Feruza bilasizmi, samimiy insonlar bilan inson qalbi yosharadi. Umuman olovli kayfiyat bo'ladi. Bizda hozir Zo'r TVda olovli kayfiyat, quyoshli kayfiyat. Nafaqat bizda. Biz sog'inganmiz shunaqa insonlarni. To'g'ri aytasiz. Nafaqat bizda orqa fonda ishlayotgan insonlar ham hozir mazza qilishyapti Ulug'bek aka. Ekran qarshisida, ekran qarshisidagi insonlar ham, tomoshabinlar ham. Har doim shunaqa inson bo'lganmisiz? Voy, Feruza savolni bermang. Nimaga? Bilinib turibdi. Yo'q, endi o'zgarishi mumkin-ku inson. Bu shunaqa. Bitta tekisa. Bir xil. Yo'q, bo'ldi, tushundim. Ulug'bek aka, umuman ertalabdan salomni ko'rasiz-a? Doimiy ravishda. Hamma sonini, hamma boshlovchilarni taniysiz. Pultni shunday qizilni bosiladi bo'ldi. Hech qaysi kanalga olib. Boshqa joyda bosilmaydi. Boshqa kanalga xiyonat yo'q. Pultni qizilni bosiladi bo'ldi. O, faqat Zo'r TV. Uni o'zingiz tushunib olavering. Shunday pultni qizili bosiladi bo'ldi. Bosiladi, kechqurun tugagandan keyin o'chiriladi. Ko'rinadi bo'ldi. Ana, xo'p, sog' bo'ling. Ana haqiqiy muxlis. Bekorga emas. Ko'rdingiz, yaxshi niyatlaringlar Zo'r TVga mana yaxshi qadam bilan kelgansiz-da. Mana faqat Zo'r TVni ko'rganingiz uchun ham yaxshi niyat qilgansiz. Bir ko'ra hozir chiroyli so'z gapirdilar Feruza. Hech o'ylamagandim, hech gap xayolimga kelmagan. Sizlarni jonli ravishda ko'rish deganlarda hozir ko'rdingiz, yaxshi niyat, yaxshi orzular, maqsadlar bo'lganda xayolni o'zidan-o'zi xayolga hech qanaqa narsa kelmaydi, bilasizmi? Shu narsa, shu xayolga kelgan yaxshi niyat, yaxshi orzular bir kun ushaladiki, shu xayolga keladi insonni. Bekorga kelmaydi-da xayolga. O'yingiz ham bekorga solinmagan. Qarang, yaxshi niyatlaringiz bir kunning ichida yulduzli onlar deydi-ku. Iloyim bardavom bo'lsin. Sizlarni unutib yormang, eng muhimi. Keyingisida yulduz bo'lib ketib. Yo'q. Ajoyib suhbatdosh ekanlar hozir. Birgalikda hozir bitta klip tomosha qilamiz, to'g'rimi? Musiqiy klip-a? Shukur akam ko'ramanda uxlaganim yo'q. Bo'ldi, hozir bitta musiqiy klip beramiz. Kechinglar suhbatlashib turasiz maza qilib. Yahyobek Mo'minovdan. Xo'p. Marhamat. Salom. Qalaysiz? Yaxshi. Bitta savolim bor. Nimaga faqat bahorni tasvirlaysiz? Menga bu fasl yoqadi. His-tuyg'ularimni Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli azizlar. Zo'r TV kanali oshuna qirolari demoqchiman endi. Ertadan salom ko'rsatib, bugun 19-may, haftaning boshlanish kuni dushanba kuni e'lon boshlanayotgan haftamiz fayzli, barakali, chiroyli hafta bo'laversin. Tinchlik, tanishsizlik bari bitilida har doim diydor ko'rishaveraylik. Bugun ko'rsatuvimiz o'zgacha tarzda bo'ladi. Sababiki bugun ana shu ovoz loyihasining ajoyib ishtirokchisi hozir o'shatdek g'oliblardan ham o'tib ketgan, bizga mubolag'a bo'lmaydi. Shu birinchi o'rinni oladigan odamdan ham o'tib ketgan Ulug'bek Toshmatov bugun. Mana bugun ko'ryapsizlar, zavq bilan, shavq bilan bir chiroyli bir mazza qilib, o'zi ham bir mazza qilib yayraydigan mikrofonni qo'lingan. Mazza qiladigan san'atkor Ulug'bek Toshmatov. Vodiyning eng zo'r hozir. Vodiyda eng zo'r Michael Jackson degan bo'ladi hozir. Da. Vodiyda Michael Jackson. Shunaqa rostdan ham hozir. Hey, bo'ladi. Bo'lib qoldi endi hozir endi. Nima qilamiz endi? O'ylashib gapiramiz endi. O'rgili endi, o'rgili deydi endi. Boshqa iloji yo'q deydi Ulug'bek. Bir kunda osmondan tashlab yubordi. Ha, bir kunni. Bu Allohga bu anaqa emasdi, ish emasdi bu. Alloh mehribonda. Baribir shuncha qilgan nolalaringizni, shuncha qilgan Xudoga yetirgan nolalar bir kunda ro'yobga chiqdi-da. Bitta og'iz so'z bilan o'sha yerdagi mana narsa bilan butun Zo'r TV rahbariyatiga ham yoqib qoldingiz. Hammaga, bitta bizga emas, Shukur aka. O'zbekistonga. O'zi insonni samimiyligi ham ko'p yuqori cho'qqiga olib chiqib qo'yadi, qarang. Haqiqatan elni yaxshi kunlarda duolar olgansiz. Yaxshi insonlarning duosi albatta sabab bo'lgan va albatta o'zingiz samimiyligingiz ham katta yutuq bo'lgan sizga. Shuning uchun bu bekordan bekor bejizga emas bu. Bo'lmasam qancha insonlar o'ziga pul tikadi, pul sarflab qo'shiq aytadi. Qanaqa holatda harakat qiladi, lekin hech bir yulduzlik on bo'lishi qiyin u insonda. Shuning uchun sog' bo'ling. Bo'lmayapti, Ulug'bek, bo'lmayapti. Ichida kiri yo'q insonlarda. Ko'pchilik aytadi, sen pul bergansan, o'qigansan deydi. Ey, ishonmaydi hech kim. Unaqa bo'lgan yo'q desam ishonmaydi. Duo bergan iste'dodim bilan chiqdim. Ovoz loyihasida ham aytdim.
Zo'rak. Alloh xohladi. Shukur aka, uxlamaysizmi ko'rsatuvida umuman olganda mana shu yerda tomoshabinlar kelib, qo'llab-quvvatlab tomosha qilishibdi birgalikda. Ana odam to'lib ketdi. Ana, Shukur aka ko'rdingizmi? Haqiqiy yulduzli onlar keldi. Endi bu yerda odam ertalabdan to'lmaydi, yotib olib ko'ryapti uyda hozir. Televizor oldida. Kechqurun kelganda endi boshqa endi. Bu yerda endi yotib olib, ertalabdan yotib olib ko'radi hamma. Lekin ketasiz. Ha, mashaqa ulug'bek hamma hozir yotganlar ham va da'vat hozir. uyqusi ochilib ketdi. Ha, ye. Ko'zlari ochilib maza Ha, tomosha ko'pchilik qilyapti. ko'ryapti. Ha. Vodiyda yaxshi ko'rishadi, ertalabdan salomni. Ha, Qaytib endi borsangiz to'y qilib kutib olishadi yana endi. Ha, xudo Yana bir xolasa. soat ham uxlamaysiz endi, uyingiz yana to'la odam bo'ladi. Shu, xudo xolasa. hozir to'ylarni gilamni ko'tarib ko'rishadi ulug'bekni, gilamni Juda ko'tarib. chiroyli javob qaytaryaptilar-da. Qo'rqmang bo'la hamma, ha. Ha, nima ashulab beramiz hozir ulug'bek? Ana o'zingiz ashulangiz ayting, shu kun aytdingiz. Har kishini dardi bo'lsa, bo'ldi. Kumush marg'ilonmi? Marg'ilonda kumush Dadaxon Hasanov ustozni qo'shig'i. Hozir. Ha, o'zingizniki ham bor edi. Ha. Bo'ldi. Ha? Bo'ldi. Keyin marg'ilonni kumush aytamiz. Bo'ldi. Bo'ldimi? Bo'ldi. Ketdi. Hurmatli azizlar, Ulug'bek Toshmatdan yana bir ajoyib o'zlarining yangi qo'shiqlaridan Marg'ilonda kumush u keyin bo'ladi o'zlari. Har kishini dardi bo'lsin, yig'lasin yana yor oldida. Marhamatni Mana saqlash yigitlar. muntazir. Maza qilib tinglaymiz. Haftamizning boshi dushanba tong. Zo'r kayfiyatda. Har kişinin dardı bolsa yığlasın yağır aldıdan oy. Her kişinin dardı bolsa yığlasın yağır aldıdan oy. Olmasın armağan yürekten gitsin yızhağır aldıdan oy. Olmasın armağan yürekten gitsin yızhağır aldıdan oy. Aldalayım dihavadik Mağlayım Afgan ile Aldalayım dihavadik Mağlayım Afgan ile Aylanıp seyrad yürürmem Ayni gülsar aldıdan Aylanıp seyrad yürürmem Ayni gülsar aldıdan مش عيلة ساعة وبعددية عليك شيخ رجولي مش عيلة ساعة وبعددية والقيامة تاكل عرزني جبر عود داوي والقيامة تاكل عرزني جبار عودة معوي حرق الشيمي برد بورساو يغلسني عور عودة معوي المسير عرمار يركتاو يتسلي يسخاور عودة معوي يتسلي يسخاور عودة معوي يتسلي يسخاور عودة Ya qo'ying mana. Hozir bu yerda nasib bo'lyapti-da Ulug'bek. Bugun kun bordi, hozir iltimos qilishdi, shu Ulug'bekni quchoqlab turib, shu bugun kun tablasanglar. Ko'rishayotgan ekan, hozir maza qilishayotgan ekan, ko'ring, yayrashayotgan ekan. Jalol Shukur degan inson bor.
Jalol akamizni bugun tug'ilgan kunlar ekan. Davlat korxonasida ancha yil ishlagan, juda mana shu yurtimizga, vatanimizga, ravnaqiga, mana shu yurtimizga o'z hissasini qo'shgan inson Jalol aka Shukurov tug'ilgan kunlari. O'zlari asli Samarqandlik, hozir Toshkentda yashaydilar. Toshkentda mehnat qilganlar, nafaqaga chiqqanlar hozir. Ana shu insonni bugun shukrona kunlari. Shu odamni tabriklaymiz. Sog' salomat bo'lsinlar. Yaqinlari nomidan, do'st qadrdonlar nomidan, xonadonning o'zlarini, oila a'zolari nomidan va Dilshod akamiz nomlaridan shaxsan tabriklaymiz. O'sha Jalol aka bugun chiroyli tug'ilgan kunlar ekan. Hozir ko'rishib o'tirishgan ekan. Umrlari uzoq bo'lsin. Ulug'bekjon tabriklar qo'ying sizdan bir Jalol akani tabriklar. Jaloliddin aka, oilangizga bosh bo'ling. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Xonadoningizda to'ylar, xursandchilik kunlari bo'lsin. Xursandchilik kuningizni bir chekkasida turish menga ham nasib qilsin. Yashang. Bir chekkasida siz, bir chekkasida men turing. Shu. Hali bu yoqqa oqib ketib qoladi keyin. Ha, o'ynab ketdi. Jaloliddin aka salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringiz bosh bo'lib sog' salomat bo'lib, shunaqa yoshlarning ko'pini ko'rishga majbursiz. Va Ulug'bek ijrosida bir chiroyli qo'shiq bo'ladi. Marg'ilon. O'sha ustoz san'atkor Dadaxon Hasanovni Marg'ilon. Ha? Kumush Otabekmi? Ha, Marg'ilonda kumush ko'rdim. Marg'ilon kumush ko'rdim. Ha. Endi bu qo'shiq o'zi asli siz endi ko'proq ayolingizga bag'ishlab aytasiz-da buni.